Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Bugun sizlarga o'qishni ko'chirish 2025 bo'yicha ma'lumot beramiz tekinga. Xo'p, birinchi o'rinda siz shu yerda qaysidir davlatga o'qiyotgan bo'lishingiz kerak. Masalan, Rossiyada siz o'qishni toki 4-5 kursgacha period qilsangiz bo'ladi. Bu 1-yildan keyin, 2-yildan keyin, 3-yildan keyin, 4-yildan keyin. Agar siz O'zbekistondagi o'qishingiz 5 yillik bo'lsangiz 4-yilgacha period qilsangiz bo'ladi. Sababi diplomga chiqqan yilingiz уже period qilib bo'lmaydi. Xo'p, period uchun qanaqa dokumentlar kerak? Birinchi o'rinda akademический spravka. Buni hamma har xil tushunadi. Yani O'zbekistonda bu narsa transkript deyiladi. Bu yerda spravka с оценками. Shu necha yil davomida, misol uchun siz 3-kursdan keyin period qilmoqchi bo'lsangiz agar 3 yil davomida o'qiganligingiz haqida spravka baholar bilan nechta fan yopgansiz shu yil davomida, nechta faningiz yopilmagan, shular haqida siz spravka chiqarib va uni sayt bor, ko'chiriladigan O'zBMB deyiladi. Ko'pchilik bilsa kerak, shu O'zBMB saytiga joylaysiz spravkangizni olib. Spravka ham Rossiyada spravka с оценками в связи с переводом. Именно shunaqa desangiz agar sizga именно перевод uchun spravka chiqarib berishadi. Xo'p, o'sha spravkani siz saytga joylaysiz, period qilayotgan universitetni tanlaysiz. Bu davlat universiteti bo'lsin, xoh nodavlat bo'lsin, keyin davlat to'lovi bor, uni to'lov qilganingizdan keyin sizni u yerga imtihon qo'yib berishadi уже. Period bu 15-iyuldan 5-avgustgacha davom etadi. 20 kun davomida shu 20 kun oralig' ichida siz уже dokumentlaringizni joylab, universitet qabul qilib, siz to'lov qilgan bo'lishingiz kerak. Adashmasam, to'lov narxi yarim oklad. Eng kam oylik ish haqining yarmi bo'lib turibdi hozirgi O'zbekiston o'tgan yil shunaqa edi. Xo'p, uni to'laganingizdan keyin sizga imtihon kuni qo'yib berishadi. Xohlasangiz o'zingiz viloyatingizda, xohlasangiz shu universitetda o'zida siz keyin o'sha belgilangan kunda borib ekzamenni o'tishingiz kerak. Agar проходной ballar bo'ladi, har bitta yo'nalishga qarab, допустим, o'tgan yili yuridiskiy 120 yoki boshqa yo'nalishda 90, 110 har xil yo'nalishingizga qarab. Agar siz o'sha belgilangan ballni olsangiz agar, siz hech qanaqa to'lovlarsiz primoy period qilasiz. U period bo'lganingizdan keyin ham ancha orqangizdan hujjatlar olib borishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun отчисление в связи с переводом. Uni ham universitetdan olishingiz kerak bo'ladi. O'zbekistonga period qilgan universitetingiz, bu yerda o'qib yurgan universitetingizga pochtasiga haqiqatan sizni qabul qilganligi haqida hujjat yuborish kerak. O'shandan keyingina siz polniy to'laqonli period bo'lasiz. Ko'pchilik mana shu yerga kelib, nima desa, tashlab qo'yganligi uchun ko'pchilikga periodi qolib ketadi oxiriga kelib. Undan siz даже ball o'tgan bo'lsangiz ham, lekin oxirgi spravkalarni olib kelib bermasangiz agar, period bo'lmaydi. Xo'p, endi nodavlat haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, xususiy universitetlarda hozir oxirgi vaqtlarda juda ham ko'p O'zbekistonda, lekin yaxshi 5 ta 6 ta xususiy universitetlar bor, yo'q emas, akkreditatsiyadan o'tgan, diplom O'zbekistonga o'tadi. Mana shu universitetlarga ko'proq period qilishlaringni maslahat bergan bo'lar ekan. Menda nodavlat bo'lsa ham, lekin diplom O'zbekistonda o'tadi. Даже ularning filiallari bor O'zbekistonda, viloyatlarda именно. Birinchi то есть Toshkentda ochilgan bo'lsa, keyin viloyatlarga ochishgan. После akkreditatsiya уже. Uni diplomni olganingizdan keyin to'laqonli O'zbekistonda ishlasangiz bo'ladi. Даже shunaqa xususiylarimiz ham bor, международный. Uni diplomi boshqa joyga ham o'tsa bo'ladi. U yerni tugatib, keyin Rossiyaga yana magistraturaga bemalol kelib o'qisalaring bo'ladi. Ularning periodi qanaqa bo'ladi? Ularning periodi xuddi shunaqa spravkalar, xuddi davlatga ko'chiradigan spravkaga transkript olasiz, O'zBMB sayti orqali joylaysiz yoki o'zingiz ochishni olib borib bersangiz bo'ladi, uni olib borib ko'rsatsangiz bo'ladi universitetga. Agar sizni yo'nalishingiz bo'lsa, shu universitetga sizni albatta qabul qilishadi. U yerda ham o'zini ichki imtihonlari bor, period vaqti, ularni topshirishingiz kerak bo'ladi. Topshirganingizdan keyin albatta sizni ham u yerga qabul qilishadi. Xo'p, yana bir period haqida sizlarga ma'lumot bermoqchimiz. Qaranglar, ko'pchilik bilsa kerak, что O'zbekistonning o'zida Rossiya davlat universitetlarining filiallari ochilgan. Buni misol qilib Rossiya davlat pedagogika universiteti Gertsena nomidagi Toshkentda bor, Volgograd universiteti bor, Tverskiy государственный universitetining filiali bor Toshkentda yoki SPBning filiali bor Toshkentda. O'sha yerga ham period qilsalaring bo'ladi. U qachon? Agar siz shu yerda, допустим, misol qilib siz Gertsenada o'qiyotgan bo'lsangiz agar, shu filialga period qilsangiz bo'ladi. Agar shu O'zbekistonda ham borib shu как бы Yevro fakultetga o'qiyman, o'zim sohamni O'zbekistonda turib davom ettiraman desangiz agar, shu yerga period qilsalaring ham bo'ladi. U period ham xuddi shunaqa 15-iyuldan 5-avgustgacha bo'lib o'tadi. Ochishni yoki onlayn hujjat transkript topshirib period qilsalaring bo'ladi. Keyin yana bitta narsa, bu yildan, то есть
o'tgan yil agar sirtqiga o'qishga kirgan bo'lsangiz, siz birinchi kursda o'qiyotgan bo'lsangiz, bu yil oxirgi yil tipa ko'chirsangiz bo'ladi O'zbekistonga. To есть o'qishingizni sirtqidan. Chunki bu yildan sirtqilar yopildi. Может keyingi yildan period qilishga qo'ymasliklari mumkin o'sha hisobiga. Bu yil ko'chirib olsalaring bo'ladi agar sirtqiga o'qishga kirgan bo'lsalaring. Lekin Rossiyada hozircha sirtqi o'qish bor va kelib bemalol o'qisalaring bo'ladi. Bu yerni sirtqisini tugatib, O'zbekistonga bemalol borib ishlasalaring bo'ladi. Chunki O'zbekistonga diplomlarimiz, to есть Rossiya davlat diplomlarining, Rossiya davlat universitetlarining diplomi O'zbekistonga o'tadi. Hammaga rahmat. Agar kimda kim o'sha period bo'yicha qanaqadir savollar qolgan bo'lsa, video orqali yetkazib bera olmagan bo'lsak, pastdagi raqamlar orqali yoki bizga Telegram yoki WhatsApp orqali yozsalar agar biz yana ko'proq ma'lumot beramiz.